2009 yılı 5 iyuldan keyin muhacirat sepiga qatılgan Uyg'urlar ichida belgilik talantini joriy qildirishdan mahrum qilayotgan futbol havaskorlari bir qadar ko'p bo'lib, muhojiratdagi Gollandiyada quchoqlashgan taqdirdoshlar futbolga bo'lgan ishtiyoqidan voz kechgani yo'q. Aksicha 2011 yılı 7 davlatdagi futbol havaskorlarining do'stlik musobaqasini g'alabalik tashkillagan va tunji navbatlik chempionlikni qozonib, erkinlik lo'nqisini qo'lga keltirgan Gollandiyadagi Uyg'urlar hali ham top maydonlarida bayga qilmoqda. Jumladan Gollandiyaning markaziy shaharlarida yashayotgan bir qism Uyg'urlar kichik tipdagi komandalarni tashkillab, o'zaro do'stlik musobaqalarini uyushtirib kelmoqda. ...2015 yılı 15 Mart Gollandiyaning Utrecht shahridagi ma'lum bir zalda ikkinchi qatimliq aylanma musobaqasini tamomlab, Yevropa Sharq Turkiston ma'arif jamiyatida jam bo'lgan futbolchilar fasllik chempionlikni qo'lga keltirgan komandani taqdirlash faoliyati uyushtirdi. Faoliyatda oldi bilan mazkur futbol havaskorlarining avangardlari so'z qilib, Yevropa Sharq Turkiston ma'arif jamiyatining o'zlarini qo'llab berganliklariga rahmatini bildirdi va futbol sababli qo'lga keltirgan natijalarini muayyanlashtirdi. Ondan bu qatimliq aylanma musobaqada g'alaba qilgan Den Haag vatan komandasiga lo'nqa taqdim qildi. Futbol faaliyetlerinin aktifleriga ilhamlandırış xatir boyun berdi. Bir kısım iştirakçılar söz kılıp futbol faaliyetleri sebeplik canlanayotgan do'stlik va ittifoqlik haqida his qilganlarini bayon qildi. Yana ba'zilari ittifoqlik yo'lda ko'rsatilgan tirishchanliklarga yaxshi baholar berdi va boshqa vatandoshlarga tavsiyalar berdi. Ben futbol oynashni 95 yıldan başlagan. Onundan burun meniki kasbim jinikatrikda yuguraydim ben. Mayli uzun mayli qisqa olsun. Maktabdagi bolalarning futbol o'ynaganini ko'rib, shu bir qiziqqan paytda bu futbolga kirishib ketdim shunda. Kirishib to'liqsizdan boshlab o'ynabdim men, to'liq o'tirib o'ynabdim men. Urumchi shahar komandasida o'ynab baktım. Xitoyning atalmış Şinjan degan komandasi o'ynab baktım. Ondan sırt başqa kichik klublarda o'ynadim. Oliy maktab chiqqandan keyin oliy maktabdan keyin maktab komandalarida o'ynadim. Ishkillar ko'rib musobaqalar qatnashdik. Chet elga chiqqandan keyin yana chet elga kelib men topni tashlab o'tamanmi degan xiyol bo'lganda menda. Men kelgan kun ikkinchi kunsi mishta tunish bolalar uchrab qolib bo'ymishda mishda bolalar yig'ilishib o'ynab o'tsam pek yaxshi kelsa bilib berib o'ynaydi dedi. Shunda ichimda shunda xo'sh bo'ldi. Endi biz misha kelgandim to'pni tashlamagan bo'ldim. Mush bolalar bilan o'ynagan bo'ldim deb. Badam Amsterdamda o'ynayotgan qo'chaqda. Shu Amsterdam beri bolalar bilan ko'rish muhabbati shu 2010-yilda misha kelib mush bolalar bilan ko'rishgan edi. Hozir qadar mush bolalar bilan yig'ilishib o'ynadim men. Xitoyniki kasbiy klublarda o'ynagan. Hatta boshqa yerlarda kasbiy klublarda o'ynagan. Chetal chiqqan oyog'i. Topni tashlayotgandik. Tashlamaydi ekanmiz. Shunday yaxshi bolalarni jiqi gollarni Uyg'urlarcha yig'ilib o'ynayapmiz. Cho'ng musobaqani qildik. Buningkin yana jiq planimiz bor. Yevropaniki bu narsa planlab o'ylashyapmiz, deyishyapmiz masalan. Avvalda yana bir şey chiqibmi? Mushlar bolalar bilan o'ynash bir oson emas. 30-40 bola bir yig'ilmiz az deganda. U vatan musofirchilikni unutib qoldik emas o'yinlar. O'sha eng bir psixologiyada belki bir foydali bir faoliyatimiz bo'ldi. Qanday aytganda. O'zlaricha. Biz sizlab kelsak ham bizning tariximizda 24-25 yil o'qituvchilik ham bolalarda kamal maktab kamasini tutgan bo'ldim. Onun sırtında işte sırtı komandalara musabaqa o'yindik. Mesela Tensaroy komandasi, yana birisi Xitoychada Zushe deb qo'yamiz. Shu komandalarda musabaqa o'ynaydik. Shu tariximiz bolalar bilan ham biz bolalarni tarbiyalash, komanda tutib shu ish bilan o'tdi. Bizning hayotimiz shunday o'tdi endi. Ben bu kelgandan keyin Yevropaga kelgandan keyin
eng yaxshi ta'sir qildi 2011-yilda Beshadi Gollandiyada musobaqa o'tkazildi. Men tomoshabin bo'lib bordim. Musobaqani boshdan oyoq ko'rdim. Hammadan hayajonlandim. Eng oxirgi hal qilish musobaqada ajoyib bir umrimda ko'rmagan bir musobaqa bo'ldi desam bo'ladi. U kayfiyatim boshqacha bo'ldi-da. Shunga o'zim texmo bir ruhlandim endi. Endi bu qadimgi Turkiyadagi musobaqa bilan apadik. Bizning maqsadimiz bir yana tutulash ya bir yana bir natijani erilish emas. Faqat birlashish, ittifoqlashish. Hem boshqa davlatdagi qarindoshlarimiz bilan munosabatni o'rnatish. Yevropada har qaysi millatning o'zininki musobaqalar bo'lar ekan. Turklarningki, Gollandiyalikning musobaqalari bo'lar ekan. Shu bizim o'ylashib, bizning Uyg'urlarimizning bir musobaqasi bo'lsin degan niyatda o'zimiz bir komanda qilib o'zaro musobaqa o'ynayapmiz.